Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida birinchi etajda 3 xonali kvartira so'ragan hurmatli mijozlarim uchun birinchi etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib xarid qilishliklaring mumkin. Video davomida narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Sizlarga qisqachagina obzorni boshladik. Videomiz boshida like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va ko'plab uyquda yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Bu podest qismi. Podestdan kirganimizda o'ng qo'ldagi kvartira. Kiraverish. Kirganimizda uzungina koridor. Ro'parada bitta mehmonxona qismimiz joylashgan. Albatta videoda ko'rib turgan barcha jihozlaring qoladi. Televizorlargacha mavjud. Konditsioner, televizor barcha qulayliklarga ega. Bu tarafda olib o'tirmadik, umumiy sanuzel. Bu joyda bitta xonamiz mavjud. Bu joyni bolalar xonasi yoki kattalar yotoqxonasi qilishligimiz mumkin. Bu joyda ham bitta xonamiz mavjud. Albatta polniy shkaf yasatilgan. Shu joy uchun asobiy yasab tayyor, foydalanishlik uchun tayyor qo'yishgan. Albatta bular ham qoladi. Endi to'g'rida esa oshxonamiz mavjud. Bu joyda oshxonamiz. Albatta bu kvartiramizga podestdan kirishlik ham mumkin. Asobiy alohida eshik qilib qo'yishgan. Tashqaridan kirsak ham bo'ladi. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, $25,000 narx aytilyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan arzonroq berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.